Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar. Mana inshaalloh hozir Namanganga chiqib ketyapti. Xikol quyonlarimiz inshaalloh qochgan bo'lsa bo'g'oz sababi qilingan. Namanganga ketyapti. Hozir to'rtta ketyapti. To'rtta. Hozir buni joylab olib turib nima qilamiz yana? Ushlab turing, mana shu olib turing, men nimalarni ham uni solyapmiz mana korobkaga, xudo xohlasa. Namanganlik Ortag'alimi? Ortag'ali, ha. Mana xudo xohlasa endi narigini olamiz. Zo'rg'a sig'yapti, banan korobkaga o'rtoqlar. Al. Mana xikol samesimiz ham. Veslari xudo xohlasa joyida. Hozir Italiya xikol quyoni. Qaysi biri sizga? Mashinasi olaman. Mana bir para bu bo'ldi. Mana bu ham inshaalloh bo'g'oz. Xudo xohlasa 3 ta samka, bitta sames chiqib ketyapti. Alloh barakasini bersin ukalar. Nima qilyapti? Yoping, nimasini yoping-da. Endi nima qiladi? Alloh barakasini bersin. Namanganga ketyapti. Alloh barakasini bersin ilohim. Yaxshi kunga boqinglar yigitlar. Baraka topinglar. Namanganga 4 ta quyonimiz. Albatta like'larni bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar.